bo'linar ekan? 3 ta sinfga. Bo'g'im oyoqlilar, demak bu tip. Tipi 3 ta sinfga bo'linadi. Ya'ni qaysilar? Qisqichbaqasimonlar. Baqasimonlar sinfi. O'rgimchaksimonlar sinfi. Hasharotlar sinfi. Demak, qisqichbaqasimonlar sinfi, o'rgimchaksimonlar sinfi va hasharotlar sinfiga bo'linadigan bo'g'irmoqlar tipi. Shunda 3 ta sinf bor. Endi bo'g'irmoqlar tipining umumiy xususiyatlari bor. Birinchi paydo bo'ldi xitin qoplag'ich. Xitin bilasiz. Mana yaltiroq qog'oz ko'rgansiz, to'g'rimi? Yashil. Bronza qog'ozi ust tomoni qattiq bo'ladi. Ana shunaqa qattiq xitin qoplag'ich. Demak, biz aytamiz, umumiy xususiyatlardan birinchisi xitin qoplag'ich. Xitin qoplag'ich yoki xitin post deb bo'ladi. Xitin qoplag'ich bo'g'irmoqlar uchun tashqi skelet vazifasini bajaradi. Ya'ni unga oyoqlar va muskullarga birikadi. Bilasiz, skeletga muskul birikadi odam. Xuddi shunaqa, demak bunda tashqi skelet vazifasini bajaradi. Tushunarli? Tushundingizmi? Demak, bularda tashqi skelet ekan. Odamda bilasiz, ichki skelet ichkarida joylashgan. Bularning xitini tashqarida joylashgan. Tushunarli? Demak, tashqi skelet ekan, xitin qoplag'ich. Ya'ni hammasiga xos. Hasharotga ham, o'rgimchakka ham, qisqichbaqaga ham. Endi undan keyin yana nimasi umumiy? Ha? Yuragi yo'q. Oyoqlari bo'g'imli ekan. Nimaga bo'g'imoyoqli deyildi o'zi? Oyoqlari bo'g'imlarga bo'lingan. Qisqichbaqaniki deylik masalan 5 bo'g'imli. Hasharotniki bu ham 5 bo'g'imli. O'rgimchakniki ham nechtadir bo'g'imli. Ya'ni oyoqlari bo'g'imlarga bo'lingan. Shuning uchun ham bo'g'im oyoqlilar tipi deyiladi. Tushunarli? Demak, oyoqlari bo'g'imli ekan. Yana umumiy xususiyati qon aylanish sistemasi ochiq qolmasdi. Yuragi haqida to'xtalamiz. Chunki uchalasi ham yuragi 3 xil. Shunda faqat qon aylanish sistemasi umumiy, ya'ni qon aylanish sistemasi ochiqligi. Ya'ni qon aylanish sistemasi tutashmaganligi umumiy. Tushunarli? Demak, qon aylanish sistemasi ochiq shu umumiy ekan. Yana qanaqasi umumiyligi bor? Sezgi organlari yo'q, sezgi organlari umumiy emas. Demak, turlar o'sishi. Demak, turlar o'sadi. Ya'ni hasharot ham, o'rgimchak ham, qisqichbaqa ham turlab o'sadi. Nimaga turlab o'sadi? Chunki xitin qoplag'ich bilasiz qattiq. Tushunarli? Demak, o'sha qattiq xitin qoplag'ichni to'g'ri organizm o'sganda o'sha qattiq xitin qoplag'ich ichiga sig'may qoladi. Demak, xitin qoplag'ich tashiydi. Bu degani turladi degani. Tushunarli? Demak, yana o'sadi, yana xitin qattiqlashadi, yana o'sadi, yana qattiqlashadi, xuddi shunaqa davom etib ketadi. Tushunarli? Demak, turlab o'sadi ekan. Yana umumiyligi bormi? Yo'q. Demak, xitin qoplag'ich bor ekan, tashqi skelet vazifasini bajaradi, oyoqlari bo'g'imli, qon aylanish sistemasi ochiq va turlab o'sadi. Bu umumiy xususiyatlari. Endi har bittasi uchun xos xususiyatlarni ko'ramiz. Birinchi rivojlanishlar. Ya'ni qisqichbaqasimonlar metamorfozsiz, o'rgimchaksimonlar ham metamorfozsiz, hasharotlarning hammasi metamorfoz deyiladi. Ya'ni lichinkali rivojlanadi. Tushundingizmi? Demak, hamma hasharotda lichinka bor. Hamma hasharot metamorfoz bilan rivojlanadi. U chala bo'lsin, xoh u to'liq bo'lsin. Tushundingizmi? Demak, lichinkali, ya'ni metamorfoz bilan rivojlanadi. Yana umumiy xususiyati nafas olishida. Qisqichbaqasimonlar nafas oladi jabra bilan. O'rgimchaksimonlar o'pka va traxeya bilan nafas oladi. Hasharotlar traxeya bilan nafas oladi. Tushunarli? Demak, mana shu. Endi jabra bilan nafas oladi qisqichbaqasimon chunki suvda yashaydi. O'rgimchaksimonlar o'pka va traxeya, hasharotlar traxeya yordamida nafas oladi. Undan keyin to'xtalamiz. Tushundingizmi? Yana xususiyati ko'zlardek. Hop. Ya'ni qisqichbaqasimonlarning ko'zi mozaik. Hop. O'rgimchaksimonlarning ko'zi oddiy. Hasharotlarning ko'zi mozaik. Tushundingizmi? Demak,
mozaik ko'rarkan hasharot bilan qisqichma qasmoqlar, o'rgimchaklar oddiy ko'radi. Mozaik ko'rish nima? Ko'rgansiz, yo'llarda katta bo'ladi. To'g'rimi? Bundoq almashinib turadi narsalar. Mana bunaqa yo'llarda bo'ladi, ekran qo'yib qo'yadi. Qism-qismga bo'lingan. Ya'ni mana qism. Nima siz yo'lda o'tgansizlar? Yulduz. Mana deylik. Tushundingizmi? Ya'ni har bitta ko'z, bu ko'z hammasi. Har bitta ko'z jismning ma'lum bir qismini ko'radi. Va o'sha hammasidan keladigan impuls miyaga borganda bitta ta'sir hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni har bitta ko'z alohida bir bunaqa kinoda qo'yib qo'yadi, pashshani ko'zini. Nima qilib qo'yadi? Menga bitta, menga bitta, menga bitta, menga bitta, menga bitta. Ya'ni har bitta ko'zga alohida ko'radi, yo'q unaqa emas. Bunaqa ko'radiganlar ham bor. Demak, mozaik ko'rish degani nima? Har bir ko'z jismning ma'lum bir qismini ko'radi va o'sha ko'zlar birlashganda umumiy ta'sir hosil bo'ladi. Mana bunaqa har bitta ko'z alohida ta'sir ko'rmaydi. Tushundingizmi? Demak, bu mozaik. Oddiylarniki oddiy, odam qanaqa ko'rsa xuddi shunaqa ko'raveradi. O'rgimchak simonlar. Tushunarli? Demak, bu ko'z ekan. Endi yana nima farqi bor? Yana ayri sistemasida farq bor. Qisqichma qasmoqlarning ayri sistemasi yashil bez, qarang. O'rgimchaklarniki manfiygi, hasharotniki manfiy. Shularni u jinsiy sistema. Demak, yashil bez ekan o'rgimchak qisqichma qasmoqlarni bir ko'rdingiz. Pufaksimon kengligi. O'rgimchak simonlarniki manfiygi, hasharotlarniki ham manfiygi. Tushundingizmi? Demak, ayri sistemasi ham umumiy emas ekan. Yana umumiy emaslik xususiyati tanasining tuzilishi. Qisqichma qasmoqlarning tanasi bosh, ko'krak va qorindan iborat. O'rgimchak simonlarning tanasi bosh, ko'krak va qorin. Lekin bosh, ko'krak va qorin bo'lishi mumkin ba'zilari. Masalan, hasharotlarniki bosh, ko'krak va qorin bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, o'rgimchak bilan qisqichbaqada bosh, ko'krak, qorin asosan, lekin qisqichbaqaning hammasi shunaqa, o'rgimchakning ba'zilarida boshqachalari bor. Hasharotlarning hammasida bosh, ko'krak, qorin. Tushundingizmi? Demak, farqlanadi. Tashqi tuzilishi farqi. Tushundingizmi? Bu tashqi tuzilish, ya'ni bo'g'moyoqli tipini. Endi bo'g'moyoqli tipini bugun nimasini o'rganishimiz kerak? Qisqichbaqa simonlar sinfi. Qisqichbaqa simonlar sinfini boshlaymiz. Demak, qisqichbaqa simonlar sinfi tarqalishi mumkin chuchuk suvda yoki dengizda tarqalishi mumkin. To'g'rimi? Demak, krab, omar, langust, krevetka, go'sht cho'g'lari qisqichbaqa bular bilasiz dengizda tarqalgan. Daryo qisqichbaqasi yoki yonsuzlar qisqichbaqa deb o'tamizki, yoki dafniya, yoki siklop bular chuchuk suvda tarqalgan. Tushundingizmi? Demak, daryo qisqichbaqasi bunga mavzuning tipik vakili. Nimaga daryo qisqichbaqasi degan? Daryo va ko'llarda tarqalgan, shunaqa chuchuk suvlarda tarqalgan. Demak, tashqi tuzilish, tashqi tomoni ko'kimtir yashil, ko'kimtir qo'ng'ir, tushunarli? Ostki tomoni oqish. Bu himoya rangi. Tepadan qarasangiz qo'ng'ir ko'rinadi, pastdan qarasa oq ko'rinadi. Tushundingizmi? Himoyalangan. Va uni ham tanasi ikkita qismdan iborat. Ya'ni bosh, ko'krak va qorin. Mana bosh, mana ko'krakka qo'shilib ketdi. Hop. Demak, qo'shilib ketgan ko'krakka mana. Va qorin bo'limi bor. Qorin bo'limi 7 tadan iborat esingizda bo'lsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7 ta bo'limi bor. Tushunarli? Demak, tanasining tuzilishi bosh, ko'krak va qorindan iborat. Endi nimaga bosh, ko'krak deb ketdik? Chunki bosh qismi ko'krak qismiga harakatsiz birikib ketgan. Tushundingizmi? Chegarasi bilinmaydi. Ya'ni mana deylik, bu odamda bosh, ko'krakka harakatchan birikkan, qimirloqlar. Tushunarli? Demak, bularda harakatsiz birikkan. Bularda demak qo'shilib ketgan ekan. Endi bosh ko'kragining tashqi tuzilishidan boshlaymiz. O'z olaman bosh ko'kragini olmoqchi. Nima joylashganini bilishingiz shart. Bosh ko'krak ekan mana. Bosh ko'kragining
oldingi uchi o'tkirlashib uzun pixni hosil qiladi. Demak, bu pixga. Qani, bosh ko'kragining oldingi uchi o'tkirlashib uzun pixni hosil qiladi va pixni ikki yonida harakatchan poyachalarning ustida nima joylashadi? Ko'zi joylashadi. Tushunarli? Demak, mana bosh ko'krakning oldingi qismi uzun pixni hosil qilib o'tkirlashib, o'tkir deganda o'tkir bo'lgani tekis bo'lishi shart emas. Demak, bunga nisbatan o'tkirlashib uzun pixni hosil qildi va pixning ikki yonida harakatchan poyachalar ustida bir juft ko'z joylashdi. Tushundingizmi? Endi demak yozamiz. Bosh ko'kragida joylashdi bir ko'z, bir juft. Ikkinchisi harakatchan poyacha. Bu bir juft. Nimaga? Chunki ikkita ko'zini ikki yonida. Demak, bir juft ekan. Tushunarli? Demak, hozircha tafsili shu. Endi undan keyin joylashgan bizda uzun bo'yli va kalta bo'yli. Demak, bu uzun bo'yli va kalta bo'yli ekan. Bittadan chizaman, chunki bir tomonda yon tomonda ko'rinishi. Demak, bir juft uzun bo'yli va bir juft kalta bo'yli joylashgan ekan. Yozamiz. Keyingisi uzun bo'yli har bitta o'simtasini keyingisi kalta bo'yli soni va vazifasini bilish shart. Demak, ko'zni vazifasi ko'rish, harakatchan poyachalar ko'zning ikki yonida joylashadi. Vazifasi ahamiyatsiz. Uzun bo'yli necha juft? Bir juft. Uzun bo'yli kalta bo'yli bir juft. Demak, mana ham bir juft bo'ldi, mana ham bir juft. Umumiy ikki juft. İkki juft mo'ylovlarning bo'lishi bilan boshqa bo'g'moyoqlardan farq qiladi. Bosga qarang. Demak, ikki juft mo'ylovlarning bo'lishi bilan o'rgimchak simon va hasharotlardan farq qiladi. O'rgimchak simonlarda va hasharotlarda mo'ylov bo'lmaydi. Ya'ni ikki juft mo'ylov bo'lmaydi, to'g'ri. Tushunarli? Demak, endi uzun mo'ylovni ikki vazifasini bilib ketishimiz kerak. Uzun mo'ylovning vazifasi hid bilish va tuyg'u. Kalta mo'ylovning asosida qanaqa organ? Eshitish va muvozanat. Tushundingizmi? Demak, uzun mo'ylovlar hid bilish va tuyg'u organ ekan, kalta mo'ylovlar eshitish va muvozanatni ta'minlaydigan organ ekan. Tushundingizmi? Demak, vazifasi shu. Uzun va kalta mo'ylov ko'rdik. Hop, undan keyin joylashadi jag'lar. O'rni jag'larning juft 3 juft. Demak, bitta, ikkita, uchta. Demak, bu jag' ekan. Nima yozamiz keyingisi? 5-inchisi jag'. E'tibor bering, hammasini bosh ko'krakka yozyapman. Bu degani hammasi bosh ko'krak bo'limida joylashadi. Tushunarli? Demak, jag'lar necha juft bo'ldi? 3 juft. Jag'lar faqatgina og'izni o'rab turadi, xolos. Demak, og'izni o'rab turadi. Oziqni tutadi yoki suvni haydaydi yoki oziqni yo'naltiradigan joyi yo'q. Hali buni vazifa bajaradigan o'simtalar turibdi. Tushunarli? Demak, og'izni o'rab turadi, faqatgina 3 juft jag'. Endi jag'dan keyin joylashadi jag' oyoqlari. Necha juft? 3 juft ekan. Demak, bu jag' oyoq. Demak, jag' oyoqlari 6-inchisi. Jag' oyoqlari necha juft ekan? 3 juft ekan. Vazifasi ikkita. Demak, oziqni ushlab turish yoki suvni haydash yoki jabraga suvni haydash vazifasini bajaradi. Tushunarli? Demak, oziqni tutib turish yoki jabraga suvni haydash vazifasini bajargan jag' oyoqlar.
Nimaga imенно jabraga yoki og'izga dedik? Chunki bilamiz bu yoqda og'iz joylashgan, og'izga og'iz suradi. Bilamiz jag'oyoqlar jabran asosida, jag'oyoqlari va jag'ning asosida jabra joylashgan. Shunda mana shu tomonga demak suvni ham haydash vazifasini tushunarli? Demak bu jag'oyoqlar. Undan keyin qisqich joylashgan ekan. Qisqichlari bir juft. Demak e'tibor bering, oyoqlari 5 ta bo'g'imli va oxirgi bo'g'imi qisqichdan hosil qiladi. Shunda demak bu qisqich ekan. Hop. Demak, 7-si qisqich. Demak, qisqichni vazifasi, qisqichning soni 1 juft. Vazifasi oziqni tutish vazifasi bajaradi. Oziqni tutadi. Ko'rgansiz qisqich paqani ikkita qisqich bilan shug'ullanadi. Tushunarli? Demak, oziqni tutish vazifasini bajaradi. Tushundingizmi? Demak, qisqichning vazifasi. Endi hop, oziq vazifasini ko'rdik. Hop, endi qisqich paqa qanday harakatlanadi? Oyoqlar, ya'ni yurish, oyoqlar yo'naladi. Yurish oyoqlari ham bosh ko'krakda joylashgan. Qorinda, boshqa bo'lmada emas. Tushunarli? Demak, yurish oyoqlari bosh ko'krakda ekan. Ular ham 5 bo'g'imli 4 juft. Demak, eslab qoling. 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'g'imli bo'ladi. Hamma oyoq 5 ta bo'g'imli. Demak, yurish oyoqlari ham 5 bo'g'imli ekan. 1, 2, 3, 4 juft. Demak, necha bo'g'imli? 5 bo'g'imli. 5 bo'g'imli ekan. Besh bo'g'imli. Uchi nimani hosil qilgan? Tirnoq. Oyoq uzuv. E'tibor bering, shoxli. Rasmda bergan. Tushundingizmi? Demak, bular yurish oyoqlari. Demak, 8-si yurish oyoqlari ekan. Soni 4 juft. Ya'ni 4 juft yurish yordamida harakatlanadi. Demak, vazifasi harakatlanish. Oldinga, orqaga? Oldinga. Tushunarli? Demak, harakatlanish vazifasini bajaradi. Tushundingizmi? Mana shu qisqich paqaning bosh ko'kragidagi o'rnlarni tashqi tuzilishdagi o'simtalarni. Tushundingizmi? Ya'ni tashqi tuzilishdan bosh ko'kragiga nimalar joylashadi desa, hop, aytamiz. Ko'zi, uzun mo'ylov, kalta mo'ylov, jag'lar, jag'oyoqlar, qisqich va yurish oyoqlari joylashar ekan. Tushundingizmi? Bosh ko'kragini oldingi uzun pixni hosil qildi. Ikki yonda harakatchan poychalar asosida, uchida ko'z joylashdi. Hop, demak, ko'zi birdik mozaik ekan. Endi undan keyin joylashdi uzun mo'ylov bir juft vazifasi hid bilishlar tuyg'u dedik. Undan keyin joylashdi kalta mo'ylov vazifasi eshitish muvozanat. Kalta mo'ylovning vazifasi emas, o'zi aslida kalta mo'ylovning asosida eshitish muvozanat organi joylashgan. Tushundingizmi? Shuning uchun vazifaga qo'shilib ketgan. Demak, jag'lari og'izning atrofida 3 juft, jag'oyoqlari undan keyin 3 juft, vazifasi og'izni ushlab turadi va jabraga suvni haydaydi. Hozir ko'rsatib beraman. Keyingisi qisqichlari 1 juft, oziqni tutadi. Tushundingizmi? Tutib turish emas. Demak, tutadi, keyin haydaydi og'ziga, demak, jag'oyoqlar yordamida oziqni og'ziga soladi. Keyingisi yurish oyoqlarining vazifasi harakatlanish. 4 juft yurish oyoqlari bosh ko'krakda joylashgan. Chunki oyoqlari 5 bo'g'imli, yurish oyoqlarini 3-chi tirnoq hosil qilgan va 2 shoxli. Tushundingizmi? Yana yozib qo'yaman. Demak, 5 bo'g'imli. Demak, 3-chi 2 shoxli ekan, tirnoqni hosil qilgan. Endi bu bosh ko'krak. Endi qorin bo'limi. Qorin bo'limini aytdikki biz nechta bo'limlar bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta bo'g'imdan iborat. E'tibor bering. Demak, 7 ta bo'g'imdan iborat. Dastlabki 5 tasida har bir bo'g'imida bir juftdan
qorni yoq joylashadi. Tushundingizmi? Demak, 1 2 3 4 5 mana shu 5 tasida qorni yoq joylashadi. Bir juftdan. Necha shoxli? 2 shoxli. Nechta bo'g'imdan iborat? 5 ta. Bunda bermayman o'zi aslida 5 ta bo'ladi. 1 2 3 4 5. Demak, bular qorni yoq ekan. Qorni yoqlarning soni 5 juft. Hop, 2 shoxli bo'lgan. Tushundingizmi? Demak, mana yozamiz. Qorin bo'limida joylashadi 5 juft qorin oyoq. Qorin oyoqning vazifasi tuxumlarni olib yurish vazifasini bajaradi. Tushunarli? Demak, qorin oyoqning vazifasi tuxumlarni olib yurish. Bekorga shuncha o'simta mavjud emas. Hammasini o'zining vazifasi. Endi 5 jufti ketdi, xo'p. Qolgan ikkitasida-chi dum suzgich joylashgan. Tushundingizmi? Demak, bu bir juftdan bir tomondan chizyapman hali. Demak, 6-sida joylashadi bir juft dum suzgich, 7-sida joylashadi yana bir juft dum suzgich. Tushundingizmi? Demak, keyingisi 2 juft dum suzgich ekan. Dum suzgichning vazifasi orqaga harakatlanish. Tushunarli? Ya'ni xavf tug'ilib qolsa, nima qiladi? Dumini, mana bu dum suzgichini qorin tomoniga haydab, orqaga harakatlanadi. Tushundingizmi? Oldinga ham harakatlanishi mumkin, orqaga ham harakatlanishi mumkin. Boshqa payt suv tubida o'rmalab sekin harakatlanishi mumkin. Xavf tug'ilganda bo'lsa, dum suzgichini bu yoqqa, qorin tomoniga harakatlantirib, demak, orqaga harakatlanadi. Tushunarli? Qorin oyoqlar vazifasini ko'rdingiz. 2 shoxli ekan, 5 juft ekan va nima ekan? Tuxumlarni olib yurish vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham urg'ochisining qorin bo'limi kengroq bo'ladi. Tuxum sig'ish kerak. Lekin demak, mana shu sichbaqani tashqi tuzilishi. Demak, endi o'sishiga ko'ra turla bo'lsa-ku, aytdimki, maxtning qattiqmonda ohak tangi bor. Ohak ma'lum muddatdan keyin qotadi, bilasiz. To'g'rimi? Qotgandan keyin demak, sichbaqa usti demak, uni ichiga sig'may qoladi. Postini tashlaydi, yana ma'lum bir muddatgacha o'sadi. Keyin yana postini tashlaydi, yana o'sadi. Xuddi shunaqa turlab voyaga yetadi. Tushundingizmi? Ko'payishiga ko'ra ayrim jinsi erkagi ham bor, o'g'ochisi ham bor. Ya'ni bir-biridan farq qiladi. Qanaqa qilib farq qiladi desa, urg'ochisi qorin bo'limi kengroq, erkagida torroq. Chunki urg'ochisi nimalarni olib beradi? Tuxumlarni olib beradi. Tushunarli? Shunga qarab farqlasa bo'ladi tashqi ko'rinishida. Xo'p, demak